Karis qaynukam meni ovqatlanganim borishga taklif qildi. Qaynonamga bugun dam oling, yuring biz bilan birga ovqatlanganim borasiz deb aytsam, yo'q, men ishlashim kerak dedilar. O'g'lim bilan birga borib maza qilib ovqatlanib kelinglar dedilar. Shuning uchun qaynukam bilan birga avtobusga chiqib oshxonaga borgandik, qaynonam bizni kutib oldilar. Nima ekanmish, surpriz qilmoqchi bo'lgan ekanlarmish. Lekin men ham o'ylagandim bu yerda nimadir nito'dir. Xullas, eshakdek oshxonaga har xil ovqatlar sotadigan joyga keldik. Bitta tarelkam ichida ham pasta bor, ham makaron bor, ham pitsa bor, ham sushi bor. Bir xil ovqatlardan charchagan insonlar bemalol shunaqa bufet oshxonasiga kelib har xil ovqatlarni to'yganicha yeb ketishi mumkin. Faqat bu oshxonaga kirishdan oldin bir martalik bilet sotib oladi, 2 soatning ichida xohlagan narsasini xohlagancha yeyishi mumkin. Bitta tarelkadagi ovqatlarimizni yeb bo'ldik, endi qaynonam bilan ikkinchi tarelkani to'ldirgani ketyapmiz. Bu oshxonada nafaqat koreyskiy ovqatlar, balki-da chet elning ovqatlari ham bor ekan. Bu yerda non polov ham bor ekan. Men uni qaranglar, nima topib oldim. Karislar markovcha salatini yemaydi deb o'ylagandim, lekin bu yerda bor ekan. Xilma-xil ovqatlar sotadigan oshxonaga kelib ham pasta yeb o'tirishimni qaranglar. Pastani juda ham mazali yeganingizga meni ham yegim keldi deb qaynukam o'ziga ham pasta olib kelganini qaranglar. Bu yerda Karis qaynonamni eplab bo'lmayapti. Ikkita tarelkani to'ldirib olib ketishlarini qaranglar. Mono meva nimaligini topinglarchi.